Germaniyada bugun mehmonga borgan edik. Hafsalam pir bo'lib mehmondan chiqib ketdim. Sababi xo'jayinim ertalabdan birdaniga hozir mehmonga ketamiz, tayyorlan deb qoldilar. Men o'zi bexabar odam birdan shoshilib bolalarimni olib mehmonga borishga bordik. Xo'jayinimning gaplari bo'yicha ular osh pishirib bizni kutib turishgan edi. Lekin borsak, hali boshqa mehmonlar tugul, oshi o'zi ham yo'q. O'sha payt qarasam qo'limda hech narsa ko'tarib kelmaganidan yer yorilmadi, men kirib ketmadim. Ustiga ustak bugun Germaniyada bayram bo'lganligi sababli hech qaysi bir magazin ishlamayotgandi. Germaniyada doim shunaqa, dam olish kunlari odatda yoki bayramlarda umuman magazinlar ishlamaydi. To'g'rida sotuvchilarning ham haqqi bor dam olishga. Mezbonga hozir tez kelaman dedim-da, uyga qarab yo'l oldim va bir pasda kelib Namanganda buni balish deydi, qayerdadir go'shtli pirog deydi, shu tezroq pishadi dedi. Tezda shuni xamirlarini qilib tayyorlashni boshladim. Orada esa tinmay telefon qilishyapti, qayerdasiz, qachon kelasiz deb. Shuning uchun bilmadim, juda ham bir shoshilinch bilan ishlaganim uchun ko'nglimdagiday chiqqani yo'q, lekin harakat qildim. Shoshilganimdan kiyim almashtirish tugul boshimdagi ochkini olib qo'yishim esimga kelmabdi. Ustiga ustak xamir uchun yetarlicha uyda sariyog' ham yo'q ekan. Lekin Alloh boriga baraka berdi. Aytgancha ko'pchilik bir nimalar pishirishni yaxshi ko'radi-yu, pishirib bo'lgandan keyin qolgan idishlarni yuvishni juda yomon ko'radi. Mana shu joy uchun meni onajonimga kattakon rahmat aytaman. Chunki yoshligimdan qaysidir bir idishni ishlatdimmi, bo'ldi. O'sha zahotiyoq yuvib, joyiga qo'yib qo'yishni o'rgatganlar. Shuning uchun hech qachon menda idishlar to'planib qolmaydi. Hattoki mehmonlar kelganda ham. Go'shtli pirogni duxovkaga qo'ydim-da, hozirgi o'qiyotgan kitobni qo'limga oldim. Miyangni o'zgartirish orqali hayotingni o'zgartir degan kitob bo'lib, bu kitob orqali yana biri bor. Biz har bitta o'ylayotgan fikrlarimizni mahsulimiz va yana o'z hayotimizni o'z fikrlarimiz bilan yaxshi yoki yomon tarafga o'zgartira olishimizligini yana bir o'zim uchun isbotladim. Masalan, kimdir sevgan insonni yo'qotib qo'ysa, u insonga qalban bog'langanman deb o'ylaydi, lekin aslida bu nafaqat qalban va yana kimyoviy va biologik bog'liqlikni ham anglatar ekan. Masalan, o'sha inson bilan birga vaqt o'tkazish orqali o'sha insonni hidiga o'rganib qolish va yaxshi ko'rgan insonimiz yonimizdaligida bizdagi baxt gormonlari u insonni uzoqlashishi bilan bizda yo'qolishi sababli siqilishlarimiz paydo bo'lar ekan. Pirogim pishdi va men ana endi mehmonga tayyorman. To'g'ri, ustundagi kiyimlar milliycha bo'lmasa ham Germaniyadagi hayotimiz o'zimizni milliy o'zbekona hayotga asoslangan.